Nimaga senda million yo'q? Nimaga senda milliard yo'q? Chunki senda duh yo'q. Hammamizga tanish bo'lib qolgan jumla bugun qadimdagi bir hikoya bilan bog'lashga harakat qilamiz. Mag'rur, yosh, to'la ambitsiyaga Yuliy Sezar Rodos oroliga notiqlik mahoratini oshirish uchun yo'lga otlanadi. Yo'lda qaroqchilarning qo'liga tushib, qaroqchilarning boshlig'i shart qo'yadi. Hayoting evaziga 20 talant to'laysan. Yuliy Sezar pinagini buzmasdan, nazarimda kim bilan gaplashay turganligini bilmaysan. Mani narxim kamida 50 talant. Bu gaplardan muvozanatini yo'qotgan qaroqchilarning boshlig'i nima qilishni bilmasdan Yuliy Sezar yordamchilariga ruxsat beradi. Bular pulga qarab ketishadi. Yuliy Sezarni vaqtinchalik 38 kun orolda ushlab turishadi. Ammo Yuliy Sezarni duhi balandligi bu holatga keskin o'zgartirish kiritadi. Ya'ni Yuliy Sezar mag'lub bo'lgan insondan g'olibga aylanadi. O'zini shartlari bo'yicha yashaydi. Xohlaganda dam olib, xohlaganda she'rlarini, nutqini qaroqchilar oldida so'zlaganda, agar ular yetarli darajada hurmat bilan, izzat bilan yoki bo'lmasam qarsaklar bilan olqishlashmasa, ularni so'kib, hali qarab turinglar, men bo'shaganimdan keyin hammalaringni xochga qoqaman deb qo'rqitadi. Qaroqchilar bu gaplarini jiddiy qabul qilmasdan, ammo vaqti kelib pulni to'lagandan keyin Yuliy Sezar birinchi qilgan ishi kemalarda yo'lga safarbar qilib, qaroqchilarni ushlab qochga qoqadi. Albatta Yuliy Sezar unaqa vahshiy bo'lmaydi. Qochga qoqishdan oldin ularni bo'g'izlaydi. Xulosa, lider odam o'ziga ishonarlik, o'ziga mag'rur, o'zini duhini baland tutishini hech qachon esdan chiqarmaslik kerak. Mana shu pozitsiya Yuliy Sezar g'olib sifatida, Yuliy Sezar o'zini maqsadlariga ishonishga kuch bergan bir holatda orolda o'zini tutadi. Sizlarga ham shunday pozitsiyani erishish nasib etsin. Rahmat.